Hurmatli abituriyentlar, bugungi kunda zamonaviy kasblarga bo'lgan qiziqish juda yuqori. Men shu o'rinda aytmoqchimanki, zamonaviy kasblar orasida bir muhim sohani alohida ta'kidlagan bo'lardim, bu tarix. Chunki tarix faqat o'tmishda sodir bo'lgan voqealarni yodlash emas. Tarix bu xalqning xotirasi, milliy o'zligi, davlatchilik tajribasi va kelajakni to'g'ri anglash vositasidir. Osiyo texnologiyalar universitetida ham xuddi shunday yo'nalish bor. Tarix yo'nalishi. Tarix yo'nalishi bo'yicha ta'lim olish imkoniyati mavjud. Bugun universitetda tarix yo'nalishiga qiziquvchi yoshlar uchun zamonaviy ta'lim muhiti shakllantirilmoqda. Universitetda tarix, arxeologiya va madaniyat masalalariga bag'ishlangan ilmiy amaliy konferensiyalarni o'tkazilayotganligi bu sohada ilmiy muhitga alohida e'tibor qaratilayotganligini ko'rsatadi. Eng muhimi, tarix yo'nalishini tamomlagan talabalarning imkoniyati faqatgina maktabda dars berish bilan chegaralanib qolmaydi. Ular ilmiy tadqiqot muassasalarida, muzeylarda, arxivlarda hamda davlat hokimiyat organlarining turli jabhalarida faoliyat yuritishlariga imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shuning uchun tarixga qiziqadigan, o'z o'tmishi va kelajagi haqida qayg'uradigan, yetuk tarixchi, yetuk pedagog bo'laman deydigan vohamiz yoshlarini Osiyo texnologiyalar universitetiga tarix bakalavr hamda magistratura ta'lim yo'nalishlariga o'qishga chaqiramiz. Universitetimizning qisqa muddatli faoliyati davomida yuzlab bakalavrlar hamda 34 nafar tarix mutaxassisligi bo'yicha magistrlarning yetishib chiqqanligi hamda ular orasida 3 nafar Bobur nomidagi, 1 nafar Islom Karimov hamda 1 nafar Prezident davlat stipendiyasi sovrindorlarining mavjudligi bu tarix ilmida universitetda olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlari va samarali ta'limning mahsuli hisoblanadi. Bizda tarix ta'lim yo'nalishiga 100% ilmiy darajali professorlar va dotsentlar talabalarga saboq berib kelishmoqda. Kelajakni qurish uchun avvalo o'z tarixingizni yaxshi bilish kerak. Osiyo texnologiyalar universiteti zamonaviy ta'lim va milliy qadriyatlar uyg'unlashgan, yoshlar o'z salohiyatini namoyon qilishi mumkin bo'lgan ta'lim maskanidir. Hurmatli abituriyentlar, barchangizni Osiyo texnologiyalar universitetida kutib qolamiz.